Amir Avtosavdoda 2106 ni ideal holatdagi stankasi minaman deganlar uchun 87-yilda ishlab chiqarilgan 2106 moshina so'kiladi. Moshina holati zo'r holatda turibdi. Charm xodan to'rtta yangi yumshoq bo'laklarga chap qo'yilgan. Kraskasi ham o'kala почти родной 10-15% kosmetika uchun qilingan joylar bor. Даже o'kala tonirovka ruxsatnomalarigacha ham bor. Salonlarni ko'rishingiz mumkin. Salonlar zo'r. 4 eshik shumka qilingan Mercedes Defector. Yaxshi magnetofon kolonkalargacha ham qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Salonlarni ichi ham ideal holatda, yaxshi chexol, ekorlan ko'rligicha ham solingan. 906 mejgar pudli uстановka qilingan, даже o'ynali o'kala o'zi stiklab podiyolga qo'yilgan, o'zi ko'tariladi pultda. Moshina o'kala benzin holatda hali gaz o'rnamagan, orqa tomondan ko'rishingiz mumkin. Orqa tomonlar ham zo'r holatda turibdi. Kuzlar ham daji qirilgan, ishlangan joylar ham yo'q. 87-yil bu 2106 ni sizlar olib maza qilib minishinglar uchun $2850 baholadi. Sizlar xohlagan dokument bo'ladi okalar.